Çok da iyi. Gel bana gel. Endi palvon tomoshasiga navbatni beraylik. Yosh palvonimiz bir tomosha ko'rsatsin. 17 yoshida Muhammad Yusuf bir tomosha ko'rsatsin. Yoshligidan mashq olib boryapti. Mashqini natijasini ko'rsatsin. Juda ham yosh. Mana shu yigitga navbatni beraylik. Dunyo tashvishlarini yelkangdan olmasa gap. Yo'lingni davomiga yangi yo'l solmasa gap. Eng so'nggi damlarda ortingdan otam deb zor yig'lab qolmasa gar. Rahmat. Bu bozorda qarsizni kilosi qimmat bilaymi? Qarsigim zo'rg'a cholinyapti-ku. Sog' bo'linglar. Rahmat. Boragani esdan chiqib qoldi xolos. Bu qarsiga ham yaxshi bo'ldi. Iloyim mana shu qarsiy chalgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bu qarsiga ham yaxshi. Muhammad Yusuf, kim bo'ldi? Rahmat. Mana shu yigitcha bir tomosha ko'rsatsin. 17 bahorda qarshi oldi. Yoshligidan mashq olib boryapti, mashqini natijasini ko'rsatsin. Bobosi rahmatli erkalatib, suyib, o'ziga yarasha tosh olib berishdi. Yigitlar, ochig'inglar palvonda toshidi. Marhamat. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ora uzr, bezovta qildik. Maqsad bu o'rtaga olib chiqib, aka masxara qilib kulgan emas. Yo palvon maqtangani chiqqani yo'q. Sizni xalq uchun guvoh sifatida chaqirdim. Ikkita tosh baravar shunday yelkaga olib, bir tepaga ko'tarib sekin qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Tashlab yuborishim yo'q lekin. Kelishdik aka. Yoshingiz nechida? Oho, bo'ldi. Palvondan ancha katta ekansiz aka. Qani yelkaga olamiz ikkalasini baravar. Yo, ikkalasini baravar aka. Bak ikkitasini yerdan o'zi ko'ring. Hech bo'lmasa ikkitasini yerdan. Bitta yelkaga harakat ko'ramizmi? Xo'mar, buyur. Xo'p bo'ladi. Keling aka. Yo'q, bir minutda keling. Rahmat. O'zingiz aka yordam berasiz. Rahmat. Bu toshimiz og'irligi 80 kilo xolos. Aka, yerdan yelkagacha ikkita qo'lda ko'tariladi, uyog'iga bitta qo'lda ko'tarish kerak bo'ladi. Harakat ko'ramizmi? Rahmat aka, o'g'lingiz palvon bo'lsin. Endi hech bo'lmasa yerdan bir murakkab o'yinlardan biri berish tomoshasi. Juda ham qiyin bir tomosha. Oddiygina bir turbani ustiga og'irligi 30 kilogramm bo'lgan toshni qo'yib, og'irligini muvozanatini jag qoplaslarida, iyaglarida ko'tarib tomosha ko'rsatishdi. Ko'ring do'stlar. Ko'zlaringiz quvonsa. Barakallah. Shuyor bo'lasiz. Shoshilmasa. Barakallah. Hay. Barakallah. Qarsiy toptirgan, yetsin bo'ladigan. Bormi qarsiy? Hay. Rahmat. Jimdir tomosha qilamiz azizlar. Barakallah. Chiroqning nuriga ehtiyot bo'lasiz. Qani shoshilmasdan. Qarsiy karsa ham hay. Aziz tomoshabinlar. Mahmud Jalakadan xizmatlar qo'yishdi. Shuar bo'lasizlar. Avvalom boshlaymiz, ha? Barakallah, ketdingiz, ha? Qani? Hey. Qarsi bitta shoshilmasa. Qani? Ha? Shoshilma. Qani. Hay yaxshi. Ketdingiz, ha? Barakallah, shuar bo'ling. Qani? Qarsi bitta qarsi chopamiz. Barakallah. Muhammad Yusuf kim bo'ldi? Bittalar o'ynagan bo'lsa, badanini qizdirib olgan bo'lsa, endi ikkitasini ko'taraydi. Ikkitasi. Rahmat. Palvon, g'irom qilish yo'q o'g'lim. G'iromlik polvonlarga yarashmaydi. Bolam toshlar havoga uchsin. Havoda keltirgan tosh bilan tanishuv o'yinini o'ynasin. Sizlarda bitta dadil qarsi bo'lsin. Polvondan o'yin katta marhamat. Boks deganda, ha? Shuar bo'lasan. Aqlni parishon qilmasdan, qaniga daradan yurmaymiz bolalar. Ashli bola qoch endi yapti. Tosh o'yini bo'lyapti. Yurmay turamiz. Bolalarga hushyor bo'linglar.
Ketdi. Hay, shu bo'lasan, ha? Barakalla. Shu bo'l. Mana, e'tibor bering, og'irligi 80 kilo. O'ng qo'lida 80 kilo yuk bo'lsin, yana chap qo'lida yana bitta 32 kilolik, oyog'ida 3-chi tosh bitta bo'lsin. Jami yuk 148 kilo yuk bo'lgan. E'tibor bering. 17 yoshli bola ko'tarsin. 80 kilo o'ng qo'lida. Chap qo'lida yana bitta tosh. Qani? 3-chi tosh oyog'ida jami yuk 148 kilo. Qarsak yarısı bir de qarsak bo'lsin, ha? Barakalla, Muhammad Yusuf. Toshga yordam bering. Harakat qiling. Barakalla. Sho'r bo'l. Alloh yor bo'lsin. Bos endi. Hadi. Qattiqroq. Bir de karşıyı olsun, barakalla. Toshda shu yigitlarning singari Jahongashda polvon yigit bo'lsin degan bo'lsa, ko'rganim halol bo'lsin degan bo'lsa, bitta martdan sahiydan bola uchun atiga bir 20 mingta so'm so'rab qo'yaman. Ana uyon bo'lmasa 10 barakalla. Hay, shu bo'lasan. E'tibor bering, to'liq baqqas, to'liq xat sanasi. Bu holatda yo'g'ilar kunlar. Soatlar mana shundoq o'tirishi mumkin, nafaqat o'tirish. Shu holatni buzmasdan boshida ham tik tursa bo'lar ekan. Marhamat. Harakatli, ha? Sho'r bo'lasan. Rahmat. Yotsa ham bo'lar ekan, yotishi ham mumkin ekan, e'tibor bering. Hay, sho'r bo'l. Mama, hattoki yonboshlab ham yotishi mumkin ekan, bir e'tibor bering. Xuddi enasini uylayotganda yotibdi. Qilishim barakalla. Dunyoda nima yaxshi? Yaxshilik yaxshi. Albatta yaxshilik yaxshi. Dunyoda nima aziz? Ona aziz. Ona aziz, barakalla. Boshingizda nima bor? Toji davlat. Toji davlat. Ko'zingizda-chi? Nuri Muhammad. Og'zingizda-chi? Kelima-yi shahodat. Ikki yelkangizda-chi? Ikki farishtaga xizmat. Qalbingizda nima bor? Vatanga muhabbat. Qo'lingizda-chi? Xayri saodat. Belingizda-chi? Kamari xizmat. Barakalla. Rahmat. Qadrdonlar norasida go'dak belik. Bo'ladi. Ko'p o'ynaverma, qizlar olib ketib qoladi, yetadi. Xudo bergan yigit, zakasini yurib, Rossiyadan olib kelganman o'zi ham. Otlari Muhammad Ayub, laqablari Malla polvon. O'zi ham turishni ko'ryapsiz, qaymoqqa pishgan bo'g'irsoqqa o'xshaydi. Bugun kuni bo'yi do'qurib qorayib ham ketdi bechara. Prichoskani ham ko'ryapsizlar, battik emas mana. O'ziga xos bir tomosha ko'rsatsin. Barakalla Muhammad Ayubxon. Rabbiyat otajon. Tayyormisiz o'g'lim? Ayyor. O'rtaroqqa chiqib olaylik bo'lmasa. Sharmayapman. Ha? Futbolchi bo'lganmisan? Nimaga? Bemalol yotib olib televizor tomosha qilishi ham mumkin ekan. Qarsakka arsa qarsak chalish ham mumkin. Barakalla. Habib, mayli hapuni bu qarsak bor bo'lmabdi. Yetti. Niye bile sağlığında hayat kanuni? Hey. Hani yetti ha? Barakalla. Allah şuna hoş geldin. Hey.
Hey. Ya hazır qizlarga qarab qo'shni uchun olmaydi. O dadasi turgan bo'lsa qulog'ini ham kesib qo'yadi. Harakatga keldi, marhamat ha. Shuni ko'rasan. Shoshilma. Qani. Hay. Bitta qarsi bo'lsin bu yigitga. Muhammad Ayub Kamolar. Qarsi bo'lmayapti. Qarsi bo'lmayapti. Harakatga. Yaqinroq bo'lamiz, yaqinroq. E'tibor bering, mana shu balandlikdan shisha parchasiga bola sakrasin. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilgan yetsin biroviga. Tayyormisiz? Qani, bosdik. Shoshilma. Hadi. Abbara geldi, gel. Shoshilma. Hadi. Xudo xolasa, taraflar. Ha, nesa o'tirgandan kelibmasizlar. Salomı. Aha. Barakalla. Hey. Ha. Yaşı. Hadi ha. Hadi şu var oğlum. Hadi. Aha. Barakalla. Hey. Ha. Yaşı. Ha. Ya anam. Sam, nima dedilar bilasizmi polvon aka? Bilmadim, nima dedilar? Ey masxarabaz yigit, yonimda ko'pchilikdan yuribdi. Yig'ishtirib, erga beraman deyishdi. Oppo. Unaqangi degani yo'q, hijolat qilding ularni ham. Xotini yo'qlar. Polvon, mana burchaklar namangan chiqarib. To'g'rilab qo'ying. O'shana kelsa, to'g'ri haykal yo'q. Qani, shu burchakka qaranglar. Ha. Yaşasın. Hadi getir. Bale. Ana qara. Hey. Qani. Harir köylek. Qani. Gel jaha. Yaşasın. Hey. Aha. Bana güngüneler beraber. Hey. Ya to'xta bu jinni bu. Ana. Hey. Aha. Buraya gel. Hey. Ay yaşa. Qani. Barakalla. Ha. Doktorga ko'rsamagan. Ya ana bor. Hey. Lan bu qanchigani bu? Aha. Xo'sh kelibsan, ha. Rahmat. Masxarabozga bitta qani shamolada uchib qolyapti. Hushyor bo'lasan. Bitta qarsi inshot qo'yamiz, barakalla jamoma. Muhammad Yusuf. Qo'y, mana barcha ko'rsatadigan bu tomoshalarim hammasi yolg'on. Shu yolg'on tomoshalarni ko'zlaringga ro'xsa qilib ko'rsatib beraman. Ko'ring tomosha qiling, dastavval birodigina arqonni ilonlarga ham aylantirib bering. Barakalla. Yolg'on deyapti. E'tibor bering. O'ziga xos bir tomosha ko'rsasin. Marhamat. Bolani qo'lida oddiy arqon. Qo'liga mana o'radan ko'rsatadi. E'tibor bering. Ilonni yeriga tashasin. Mana shu arqonni ilonga aylantirsin. Hushyor bo'lasan, ey. Shoshilma. Qani. Mana yoqda ko'rsatagan. Bo'lasa qo'lni yaqinida hushyor bo'lasan. Yo'liga chiqib hushyor bo'l, ey. Foxni yigit. Yana qizlar qo'l qaragan. Bu yoqqa olgin, o'rtaga hushyor bo'l. Shoshilmasdan kelaver, tomoshalar endi boshlanyapti. Rahmat. Foxni yigit. Bu yoqda onalar ko'payganda endi o'rtaga olgan, mayli. Bularni ham qo'rqitmagin. O'rtada ko'rinadi hammaga. Endi to'xtab tur. Shuni ilon qilishdan oldin, shu arqonga o'zida bitta fokus ko'rsatsa bo'ladimi? Oldin bitta fokus ko'raylik, orqasidan arqon ilon bo'lib yursin. Sizlardan qarsi
Boladan o'yin qani ketdi marhamat, ha? E'tibor bering, bola qo'liga o'rab ko'rsatyapti. O'ziga xos bir tomosha ko'rsatsin. Barakalla. Qani, shoshilmasdan, yashang kamoni, ha? Barakalla. Qani ketdi, ha? Harfkar sabita harficha qo'yamiz. Ya qoyil, ha? Barakalla. Ya assalomu alaykum falon aka. Alaykum assalom. O'yinchoq o'ynaymizmi deyman? Aqling joyidami? O'yinchoq-ku. Yoshimga qarab o'yinchoq o'ynaydigan yoshdaman. Bu o'yinchoq-ku aka, plastmassa o'yinchoq. Qog'oz bilan bir tomosha ko'rsatsin. Ana shu qog'oz bilan bir tomosha ko'rsatadi. Yarmini yirtib tashladi, e'tibor bering. Qolgan yarmidan bir tomosha ko'rsatsin. Nima bo'lsa bo'ldi. Jajigarga mana. Ey yoshing. Yo'qorading? Qani? Yo'qoradingmi? Qani? Ha? Hey. Shu bo'lsa, qani? Ha? Qani. Qarang, e'tibor bering. Yongan qog'ozlar pulga aylandi. Bitta qarshi bo'lsa. Barakalla. Ha? Geç qolamiz endi bitta qarshi bo'lsa. Sog'lig'inglar. G'irrom qilish yo'q o'g'lim. G'irromlik palvonlarga yarashmaydi. Toshlar havoga uchsin. Havoda keltirgan toshlar bilan tanishuv o'yinini o'ynasin. Sizlardan bitta chiroyli qarshi bo'lsin. Palvondan o'yin ketdi marhamat, ha? Boshashma palvonim boshqariysan. Alloh o'zi yor bo'lsin. Ketdik, ha? Barakalla. Ey yoshi, sen bola. Qara. Hey, 17 yoshida. Muhammad Yusuf, qani? Qarshi bo'lsin. Hey! Barakalla. Hay. Oyoqdagi hushyor bo'l, ey. Shoshilma. Boshga hushyor bo'l, qani? Barakalla. Qani? Hey, hushyor bo'lasan. Boshqama. O'sha toshdi. Ha? Qani? Hushyor bo'l. Bitta qarshi bo'lsin, palonga. Barakalla. Muhammad Yusuf, kam bo'l. Boşaşın. Basıyorum. Hey. Ya başına. Barakallah oğlum. Ya Allah. Hani şuar olasın. E'tibor bering, ishim uslubida. E'tibor bering. Endi eng og'irlik ko'rsasin, teng tarozi deb ataladi. Eng qiyini. Qarsakasizmi? Bitta qarshi bo'lsin. Barakalla. Hop, endi qo'lida ko'targan bo'lsa, kichkina barmog'imni ham ko'taraman deydi. Eng kichkina bo'lgan, nozik bo'lgan barmog'ini ko'taradi. Lekin ko'taradi, qarshi bo'lsa ko'taradi. Qani? Rahmat. Ya. Bu qarsaki yarim motori ham ishlamaydi-yu. Kamolaydi, umrlaring uzoq bo'lsin. Rahmat, qaranglar. Shuncha odam yig'ilganmiz a. Agar hamma birgalikda qarshi cho'sa bilasizmi nima bo'ladi? Ya sen yo'q larzaga keladi-ku. Qani, bitta qarshi bo'lsin ketdi. Yemmasam bo'lmasa, amalla. Toshkentda. Apollonim. Qani. Shu bo'lsa qo'l. Qarshi bitta qarshi ishab qo'ydik. Hop. Endi mana yetdi. Hey, rahmat. Biz vodiyda turib ishlamiz, bu Samarqand bilan o'rtomonlarda. Bular zig'ir yog'iga, qo'y go'shiga oshiydi deyishadi. Bu shogan qarshi osh tugul, mastabani ham qarshi bo'lmayapti-yu. Kamomida. Osh yemaganimizga ham ancha o'ptishkiliga. Gap bo'lmadi. Kelinglar endi. Bitta bilan o'rcha qarsini ishlamaganni gapdi. Marhamat. Ya Allah, qo'ydilarmi? 80 kilo. O qo'lida. To'xta. Mana shu holatda egilib yerdan cho'p olishni o'zi bo'lmaydi. E'tibor bering. Bitta 30 kilolik tosh kichkina barmog'ida ketdi. Yasha to'g'ri. 3-tosh bitta ayolda. Qani, bitta
qarshi bo'lsin palonga. Kamolon. Muhammad Yusuf palon. Kamolon. Palon, jonda ayashiyor o'g'lim. Qani bos endi. Bo'lmadi, qarsingda bo'lmadi. Salomlar. Aha. Barakalla. Hey. Ha. Yashi. Qani, ha. Qani. Aha. Barakalla. Hey. Ha. Yashi. Ha. Ya Sam, nima dedilar bilasizmi polvon aka? Bilmadim, nima dedilar? Ey masxarabaz yigit, yonimda ko'pchilik pul yurmay, yig'ishtirib erga beraman deyishdi. Oppo. Unaqangi degani yo'q, hijolat qilding ularni ham. Xotining o'g'li.